Assalomu alaykum. Gentra avtomobiliga 908 mejikarni o'rnatdik. Yaxshi ishlayapti, hammasi joyida, alhamdulillah. Xo'p, ko'pchilik funksiyalari haqida so'rashgan edi. Hozir birato'la funksiyalari haqida ham Xudo xolasa xalqqa, millatga, vatandoshlarga foydali bo'lishligini niyat qilib boshladik. Funksiyalari haqida ham gapirib o'tishlikka harakat qilamiz. Gentra avtomobiliga ustanovka qilib berishlik, o'rnatib berishlik hozirgi kunda o'rtacha hisobda 150 ming so'mdan 200 ming so'mgacha bo'ladi. Lyukdatchik oyna ko'taradigan signalizatsiyani o'rnatib berish. Signalizatsiyaning narxi originali bozorlarda $185 turadi. Buni ham har xili bor. Kачествоsi o'rtacharog'i, yaxshirog'i va kачествоsi pastrog'i bo'ladi. Xo'p, yaxshisi $185 turadi. Xudo xolasa uni afzalli taraflari kачествоsi pastrog'idan uzoqroqdan ushlaydi. Knopkalari yaxshi bo'ladi. O'sha aytilgandek anti-udarniy, anti-aqva holatlari yaxshi ishlaydi. Suvga tushib ketganda yoki bu narsa bosib ketganda uncha-munchaga sinib ketmaydi. Endi sinish ehtimollari bo'ladi, lekin uncha-munchaga boshqa modellariga nisbatan baquvvatroq hisoblanadi. Xo'p, hozir ishlashni ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, oldida ko'rib turganingizdek ochadigan, yopadigan knopkani ko'rsatib qo'yibdi, qulf rasmini. Xo'p, yopadiganni bitta bosib, mejikar yopiladi, ya'ni avtomobil yopiladi. Oynalari ko'tariladi va lyuklari yopiladi. Hammasiga davatchiklar, datchiklar o'rnatilgan. Hop, 3-knopkani, ya'ni 3 deganda bagajni ochadigan knopkani 2 marta ketma-ket bossak, displeyda AUX 1 yozuvi chiqishi kerak. Chiqqandan keyin, hop, lyukka ochib beradi. O'sha havo dim bo'lib ketgan paytida shunaqa qilib masofadan ochib qo'ysanglar, avtomobilni zavod qilganingizda avtomobildagi harorat sirkulyatsiya bo'ladi. Yana o'sha knopkani 2 marta ketma-ket qaytadan bossak, AUX 1 chiqishi kerak, yopiladi lyuk. Xuddi shunaqa qilib zavod qiladigan knopkani 2 marta ketma-ket bosganimizda bakovoylar yopiladi. Har ehtimolga qarshi uzoqdan yopib qo'ysanglar bo'ladi, uzoqdan ochsanglar bo'ladi. Ya'ni 2 marta ketma-ket bosganda displeyda AUX 2 yozig'i ko'rinishi kerak. Bakovoy yopiladi. Yana xuddi shunaqa o'zingizlar ochmoqchi bo'lsanglar, zavod qiladigan knopkani 2 marta ketma-ket va displeyda AUX 2 yozig'i ko'rinishi kerak. Bakovoy ochiladi. 3-knopkani ushlab tursak, birinchi eshiklarni va hamda bagajlarni ochib beradi. Ushlab 3-knopka degani shu bagajni ochadigan knopkani rasmi turibdi. O'shani ushlab turganimizdan keyin sizga xabar keladi, qo'yib yuboramiz, eshiklar va bagajlar ochiladi. To'rtinchi knopkani ushlab tursak, avtomobil masofadan zavod bo'ladi, o't oladi. Pager tit qilgandan keyin qo'yib yuborsanglar bo'ladi. Avtomobil zavod bo'lgandan keyin pagerga xabar keladi, чтобы avtomobil o't olganligi haqida. Zapsk yozuv chiqadi. Mana bunaqa motor emblemasining atrofida displeyda narsa yonib o'chadi va 9 minut 37 sekund ko'rsatyapti. Avtomobil o'zi 9 minut 37 sekunddan keyin o'chadi. Agar o'zingizlar o'chirmoqchi bo'lsangiz, yana o'sha kalt rasmini ushlab turasizlar, avtomobil o'zi o'chadi. Ovoz chiqqandan keyin qo'yib yuboramiz. Xo'p, buni 908 modelidagi signalizatsiyani bezuk qilib ishlatishlik uchun biri bilan ikkinchi, ya'ni yopadigan, ochadigan knopkani birdaniga bitta bosib qo'yib yuborishimiz kerak. Ovoz yo'qoldi, karnayning rasmi yo'qoldi, bu degani ovozsiz ishlaydi. Avvalingilari ishlaydi, ochadi, yopadi, zavod qiladi, lyuklari ochiq qolib ketsa, oynalari ochiq qolib ketsa, hamma narsa ishlaydi, faqatgina karnayning ovozi chiqmaydi. Karnayning ovozi chiqishi uchun yana oldidagi o'sha yopadigan, ochadigan knopkani birdaniga bosib qo'yib yuborish kerak bo'ladi. Karnayning rasmi paydo bo'ladi, bu degani bo'ldi, zvukovoy, ya'ni ovozli ishlayotgan hisoblanadi. Xo'p, Z funksiya degan narsa bor. Z funksiya bilan aynan mana shu funksiyani ko'pchilik adashtirib qo'yadi. Z funksiya boshqacha bo'ladi. Xo'p, mana valet включен, ya'ni Z funksiyasi, спящий rejim deyiladi ruschasiga. O'zbekchasiga uyqudagi holat bo'ladi. Signalizatsiyaning uyqudagi holatida faqatgina ochadi, faqatgina yopadi. Ovoz hech narsa ishlamaydi. Lyuklari yopilmaydi. Lyuklari yopiladi, lekin avtomobilni pultdan zavod qila olmaydi. Qilib bo'lmaydi, pultdan zavod qilib bo'lmaydi Z funksiyada. Lekin bezuk funksiyasida zavod qilasiz, hamma narsa qilasiz. Xo'p, Z funksiyadan chiqarishlik uchun, tushirishlikni ham chiqarishni aytib o'tamiz mana. Funksiya degan F yozuvli knopkasi bor. F yozuvini bitta bosib, bagaj ochadiganni bitta bosib, Z funksiyaga tushadi. ZZZ
yozuv harflar chiqadi. Yana bu funksiyadan chiqib ketish uchun F knopkani bosib, keyin bagaj ochadigan knopkani bitta bosib qo'yib yuborish kerak. Bitta, ketma-ket. Xo'p, ko'pchilikda mana bunday holat bo'lib qoladi. Xo'p, bagaj ochadigan va avtomobilni zabt qiladigan knopkani birdaniga ushlab turilsa, burchakda H yozuv chiqdi, H harfi chiqdi. Bu degani hold rejim degani. Bu blokirovka. Xuddi telefonlarni blokirovka qilib qo'yganday, bu ham blokirovka bo'ladi. Ya'ni pult hech narsa ishlamaydi, hech qaysi knopka ishlamaydi. Mana shunaqa ovoz chiqaveradi. Mabodo hammanglarda, bu kimda 908 mejikarlarda shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, aka-ukalarga 908 mejikarni ishlatadigan, umuman mejikarga qiziqadigan aka-ukalarga jo'natib qo'yamiz. Hold funksiyada xuddi telefonni blokirovka qilib, yosh bolalarga berib qo'ysanglar ham, xudo xolisa knopkani bossiz hech qanaqa narsa ishlab ketmaydi. Hold funksiyadan chiqarishlik uchun, blokirovkadan chiqarishlik uchun yana bagaj ochadigan va zabt qiladigan knopkani ushlab turishlik kerak bo'ladi. Ovoz chiqqandan keyin qo'yib yuboramiz. Bo'ldi. Ovoz chiqdi, bu degani hold rejimdan chiqib ketdi degani. Hop, ko'pchilik keyin hop mana bunaqa rejimlarga tushib qolamiz. Hop, drift dверной замок во время вождения deyapti. Ya'ni eshikni avtomobil zabt bo'lgandan keyin drift degani shu yo'ldagi holat deyiladi. Endi inglizchasiga drift yoziladi. Hop, yo'ldagi holatda avtomobil o'z-o'zidan qulflanib qoladi. Ya'ni o'sha detskiy rejim desa ham bo'ladi buni. Avtomobil zabt bo'lib yurayotganda avtomobil yopiladi va parkovkaga qo'ygandan keyin avtomobil ochiladi. Shunaqa funksiyasi bor. Hop, o'sha funksiyani yoqishlik uchun F knopkani bosamiz va yopdi knopkani bitta bosamiz. Ketma-ket. Birinchi F, keyin yopdi knopka. DRV. Bu avtomobil zabt bo'lib yurganda eshik qulflanadi, to'xtaganda ochiladi. Xuddi inomarkalarga o'xshab shunaqa rejimi bor buni ham. Shunaqa ishlatsa bo'ladi. Xo'p. Yana o'sha funksiyadan chiqarish F knopkani bosamiz, yopdi knopkani bosamiz. Xo'p, buni tushunib oldik. Xo'p, endi turbo bunda ishlamaydi, turbo rejim. Xo'p, keyin bunda biza nimani ishlatishimiz kerak edi? Eng kerakligi passiv rejim. Passiv deganda pult ichkarida bo'lsa ham, tashqarida bo'lsa ham avtomobil o'z-o'zidan qulflanib qolaveradi. Ko'pchilik mana shunaqa passiv rejimga tushib qoladi-da, yosh bola ichkarida bo'lsa ham mashina qulflanib qoladi yoki pult ichkarida bo'lib turib o'zingiz tushsanglar ham 1 minut nechadir sekund orasida qulflanib qoladi. O'shaning uchun mana shunaqa PSV yozuv chiqib qolsa, bilinglar bu passiv rejim hisoblanadi. O'zidan o'zi qulflab qo'yadi. Bu rejimdan chiqib ketishlik uchun yana o'sha bagaj ochadigan va zabt qiladigan knopkani birdaniga bitta bosib qo'yib yuborishimiz kerak bo'ladi. PSV yozuv yo'qoldi, passiv rejim bo'ldi, o'chdi degani. Xo'p, soatini to'g'rilashlik uchun menyu mana bunaqa o'rtadagi knopka turibdi. O'rtadagi knopkani ushlab tursak menyuga kiradi. Mana pult menyu. Hop, timer deb yozib qo'ygan. Hop, soat to'g'rilaymiz. Birinchisida soatda, ikkinchisida minut to'g'rilaymizda, yana shu knopkani ushlab tursak bo'ladi, saqlanib bo'ladi. Biz hozir to'g'rilab qo'yganmiz. Keyingi menyuga o'tishlik uchun, ya'ni boshqa funksiyalarni, misol uchun vibratsiyani o'chirsa bo'ladi yoki budilnikka qo'ysa bo'ladi yoki avtomobilni qaysidir soatda har doim zabt qiladigan, misol uchun ertalab soat 7 da zabt qiladigan qilsa bo'ladi. Shunaqa rejimlari bor, mana yazikka o'zgartirsa bo'ladi. Hop, o'zgartirish ochdi yopdi bilan bo'ladi. Keyingi funksiyalarga o'tkazishlik zabt qiladigan knopkani o'zida bo'ladi. Bitta bosib qo'yish kerak bo'ladi mana. Vibratsiya mana. Vibratsiyasi mana burchakda turibdi. Bunda vibratsiyali hozir ishlayapti. Hop. Udерживать. Hop. Bo'ldi. Bu yog'i budilnik. Budilnik bizga kerak emas. Xullas timer vaqti, hop. Vaqt hammasi xullas mana shu 4-knopkada almashtirib o'zingizga kerakli bo'lgan narsani yoqasizlar, o'zingizga kerakli bo'lgan narsani o'chirasizlar. Hop, hamma funksiyasini qilib bo'lganingizdan keyin ushlab turib funksiyadan chiqib ketasizlar. Yana o'sha o'rtani bosib turamiz. Funksiyaga kirganda birinchi o'zi soatda turadi. Chap tarafda soatini, ikkinchi tarafida, o'ng tarafda minutini to'g'rilab, yana ushlab turib chiqib ketamiz. PM o'sha PM degani obeddan keyingi holat hisoblanadi. Inglizchasiga kechki holat bo'ladi. AM ya'ni AM degan yozuv chiqib tursa, u kunduzgi holat bo'ladi. Tongdan obedgacha holat bo'ladi. Obeddan keyin PM bo'ladi.
shunaqa inglizcha shunaqa funksiyalari bor. Menimcha 908 modelida eng kerakli bo'lgan hamma deyarli funksiyalarni aytib o'tdik. Kimgadir foydali bo'lsa juda ham xursand bo'lamiz. Magic ishlatadigan aka-ukalarimizga tarqatib tashlaymiz. Hammaga sog'lik, salomatlik, Comfort Tuning sahifasini kuzatishda davom eting. Xudo xolisa avtomobilga qiziqadigan insonlar uchun foydali maslahatlar, qiziqarli videolar tayyorlashlikka harakat qilamiz.